Kıran. Hatırlayacağım halıqanç görevlerim. Ehtiyat kılan. Sündürüyorsun, söylep olamayısınız. Sen ben bayının nersini oğurlaşıp petindin mi? Ben onda kımıdım. Onda kımıdım. Ben senin nersemini oğurlavatkanını inik gördüm. Kazının inik var mı? Basak batok. O dört emeldarlarına inip bağım bile sana yük Mang da oturan tez mang. Tez. Haydi şu eski patlıkı koy. Sana ışıktal kümüşten biri. Al bu ne? Gümüşten gel. Bu göherni nege koysam bir xatar bola. Hürmetlik elçi. Padişah meni sizni qo'g'dab o'rdig'ib kelishga buyurgan. Ciddi yo'q. Mushu qobiliyatim bilan bir dona göherni qo'g'diyolmasmanmi? O'zim beriveraman. Hey, to'xtab turing. Hey. Sizga qancha ziqqa olib beray? Ikki ziqqa olib bergan. Oy! Bozg'anchi, o't uchqunini menga cho'chirtib etding. Diqqat qil. Ey, navay, bu da qilsang qandoq yig'ilib bo'ladi? Hey! Qarab baksang bo'lmadi. Bu yerdagi odamlar bakmi sapasizkan. Göhürümni o'g'irlab ketdi. Tez kelinglar, o'g'ri bor ekan. Ne bo'ldi? Göhürümni o'g'irlab ketdi. Oy, qochdi. To'xta! Qochmoqchimisan? To'xta! Voycan! Yo'sh bo'l. Bo'lmasa bosh qo'yib atmayman. Nasibni aka, o tarafda odamlar chapshig'ilib ketdi. Yuring, ber ko'rpa qayli. Ma'qul. Dal mush yerda. Tag'a, siz bu yerda nimalarni so'zlab ketdingiz? Qandoq ya bu? Azroqmi bexatar emaskan. Göhürümni cho'qim mushadiki qurala o'g'irladi. Cho'qim. Siz nima bundoq deysiz? Bu bir tasoddibilik. Karim yo'q. O podshohga taqdim qiladigan göhər edi. Sizlarda qarqo'saqlarga deganmi yo'q? Ajab bir gap qiladigan odamkin bu. Ko'pchilik o'tib turinglar. Bu temirchi Boratga ajab o'xshaydi ekan-a? Shu emasmi? Nima deydigansiz? U İlyasning o'g'li. Dalmi shu. Meni qasdan so'qib etib göhürümni bulab ketding. Alchal yerga. Sizning go'ringiz bu yerda. Obdan saqla. Göhürüm ağır qo'limga tushding. Abbas, sizlar menga bu ishda ochiq tushundiringlar. Men uni hozirla podshoh bilan ko'rishtiraman. Meni nas bosdi. Men o'g'irlagan. Hürmetlik elçi, siz kimning gumondor ishkanligini farq eta olamsiz? Bu nima ish? Men o'g'irlagan. Abbas aka, aldirma. Mening amalim bor. Bu ishni Nasrdan bir taraf qilsin. Kichik bolaning o'yinidek ish bo'ldi. Bundoq muhim ishni bir bolaga topshirsak qandoq bo'ladi? Bunda kichik ishlarni bizning davlatimizda kichik bolalar hal qila oladi. Podshohni avar qilish ketmaydi. Haqiqiy o'g'rini tutolmasanglar 3 yilsi biroq jazolanadi. O'g'rini topolmasak ikki davlat o'rtasidagi munosabatga ta'sir yetadi. Hurmatli podshoh ahliylari, agarcha u o'g'rini tepib olsam, uni o'zim jazolasam bo'lamdi. Talabingga qo'shildim. Nima bu? Bu kimning o'g'ir ishkanligini aniqlab beradigan xosiyatli kaltak.
Ko'pchilik bugun kechda bu xosiyatli kaltakni yaxshi saqlanglar. Hozir podshoh bu uchaylarni ayrim uch zindonga solaydi. Atiganda kimning haqiqiy o'g'ri ekanligini bilamiz. Bu bala qasdan qaymoqtirib atadi. Haqiqiy o'g'rini tutamısanglar 3 yil istan jazolandı. Men sizlarning o'rningizda jazolanay. Yo'q aka, siz to'y qiladigan tursangiz, yana men jazolanay. Yo'q, men jazolanay. Men akanglar tursam, men jazolanay. Men jazolanay. Men jazolanay, aka. Men jazolanay. Akla, hammasi mening xatoligim. Sizlarni malol qildim. Hammasi mening xatoligim. Kalva, biz degan qarindosh bundoq gaplarni qilma. Aka, meni kechiringlar. Meni kechiringlar. Ikkinchi aka, meni kechirgin. Men endi xira qilman. Men xato qildim. Men jazolanishim kerak. Men jazolanishim kerak. Şah aliylarga ma'lum bo'lg'ay. Jinoyatchilarni ep kirdi. Podshoh ma'lum bo'lg'ay. Achining go'rni men o'g'irlagan. Ikki akam buni bilan munosabatsiz. Men o'g'irlagan. Yo'q, men o'g'irlagan. Mana men. Yo'q, jazoni men qabul qilaman. Yo'q, to'g'ri bo'lmadi. Men Voy o'g'irlagan. voy, nima degan ta'sirlik o'yin bu? To'la o'yin o'ynashma, hammang jazoga tortilasan. Yo'q, unda qilmanglar. Men xatolashibdiman. Bo'ldi, vaqirashmanglar. Kaltakni chiqarsanglar, nima ishligini belgili bo'ladi. Bu ikki kaltak qisqirib qopdi-ku. Ey bala, sening bu sehrli kaltakang nimani isbotlaydi? Bu nima ish? Amaliyotda Tönögün sizlarga berganim faqat odatdagi yog'och kaltak. Hargiz uzrab qolmaydi, qisqiribmi qolmaydi. Tönögün kechda men Abbos akam bilan maqsadli holda turmaga berib, sehrli kaltakning sirini qasdanga oshkorlab qo'ydik. Nasriddin, bu sehrli kaltakning qanday siri bor? Abbos aka, xotirjam bo'ling. Kim narsani o'g'irlagan bo'lsa, shuning qo'lidagi sehrli kaltak qisqiraydi. Rasma, kimning qo'lidagi kaltak qisqirib qolsa, shu o'g'ri bo'ladi ekanda. O ishqisi inisining jinoyatini o'z ustiga elish uchun qo'lidagi kaltakni o'g'irliqcha so'ndirib atgan. Asli haqiqiy o'g'ri mushshu. Shundoq, men o'g'irlagan desam sizlar ishonmaysizlar. Hammasi mening xatoligim. Biz inimizdan zindonda yetishiga chidab tura olmaymiz. Sizlarning bu qilmishinglar uning jinoyatini qo'llaganinglar. İnanlarni haqiqiy qo'g'dimoqchi bo'lsanglar, uningga oqko'nglikni, adab, axloqni o'rgatinglar. Biz xato qildik. Voy voy, umaq bala. Qaragan siri ko'zimga umaq ham aqlli ko'rinyapti. Yaqin kelgin, men sana mukofot beray. Bu mening sana bergan mukofot. Alilari, sizlar mening bu o'g'rini jazolashimga ma'qul bo'lgan edilar. Men uni kunlaringni bekor o'tkazishga bo'lmaydi deb jazolayman. Bo'ladi, deganingdek bo'lsin. Podshohga rahmat demay nimaga qarab tursizlar? Shoh oliylarga ko'p rahmat. Nasriddin, bu qatim yaxshi qilding, jimo.